Hammaga assalomu alaykum. Bugun tabib qizni shaxsan o'zlari bilan podkast uyushtirdik, suhbatlashamiz. Hamma kasalliklar bo'yicha alohida to'xtalamiz. Asosiy bugungi mavzuyimiz sahrga to'xtalganmiz. Sahr bo'yicha bir qancha savollarim bor meni, yig'ib kelganman. Hozir Sarnozi o'zlaridan shu sahr bo'yicha nima aralashmasi, nima tavsiyasi bo'lsa, hammasini hozir aytib beradilar bizga. Marhamat, sizga gap. Avvalambor assalomu alaykum Bobur aka va meni kuzatib turgan kuzatuvchilarim. Nima suhbat bo'ladi. Kuzatib tursanglar, xudo xolasa, suhbatimiz davomida bir qancha kasalliklarga to'xtalib o'tamiz. Shu hozir tabib qizni ichida nima bilimi bo'lsa so'rab olaman men. Mayli, harakat qilib ko'ring. Instagramda sahr kasalligiga unchalik ham ko'p to'xtalmagansiz. Nimaga, sabab nima yoki sahr kasalligining davosi yo'qmi? O'zi umuman sahrdan qutulish mumkinmi, davosi bormi? Albatta, to'g'ri yondashilsa, har bitta kasallikni davolasa bo'ladi, nafaqat sahrni ham. Faqat men bitta narsaga hayron qolaman, bir kunda davolash mumkin degan gaplar quloqimga chalinib qoladi. Nafaqat sahrni, balki boshqa kasalliklarni ham bir kunda davolab bo'lmaydi. Sahr kasalligiga ham organizmni o'rganib chiqqan holda kelib chiqish sabablarini o'rganib yondashilsa, davolasa bo'ladi. Nimaga misol uchun yillab sahr kasalligi bilan og'rigan insonlar davolanadi-yu, yaxshi bo'lmayapti? Sabab nima? Sabab natija bo'lishi uchun biz faqat sahrda raqamlarga e'tibor berib qolganmiz. Boramiz, analiz topshirishadi, raqam tushganmisa, demak sahr tushgan. Yaxshi bo'lib qoldim deb Yaxshi bo'lib qoldim deb o'ylashadi. Lekin alomatlar qoladi. O'sha ko'z xiralashish, charchoq, holsizlik, bo'g'imlarda og'riq, bular barchasi organizmda turadi. Lekin raqamga qaraganda mana kasalim tuzalibdi deb o'ylashadi. Lekin aslida sahr kasalligi umumiy yondashish kerak, ya'ni kompleks lecheniya qilish kerak. Kelib chiqish o'zi aslida sahr kasalligi shu oshqozon osti bezi yaxshi ishlamasligidan kelib chiqadi. Hazm yaxshi bo'lmaydi, semirish kuzatiladi, jigar, oshqozon, o't yaxshi ishlamay boshlaydi. Shularni hisobga olib, shularni davolamasdan turib, vaqtinchalik qondagi shakar miqdori tushib turadi. Raqamlar past ko'ringandan keyin o'sha bemor, sahr bo'lgan bemor tuzaldim deb o'ylaydi. Lekin kasallik organizmda turadi. Xo'p, unda sahr kasalligini hozir aytdingiz, kompleks davolash kerak dedingiz. Nimalarga ahamiyat qilish kerak? Ya'ni qanday davolasa bo'ladi? Hozirgi kunda insonlar tabiatdan uzilib qolgan. Biz o'zi aslida yaralishimiz tabiat bilan bog'liq. Lekin biz ko'p ximikat iste'mol qilib qo'yamiz. Ovqatlanishimizdan tortib, ichadigan dorilarimizgacha organizmimizni ximikatga bog'lab qo'ydik. O'rganib qolganmiz. Harakat kam, uyqu buzilgan, uyqu rejimi, doimiy stressda yuramiz, doimiy charchoqda yuramiz. Bu hammasi shu bizni kasalliklarimiz kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Noto'g'ri ovqatlanamiz. Tushunarli. Xo'p, siz bunga qanaqa yechim bera olasiz? Ya'ni hozir aytyapsiz sabablarini. Siz tabobatda qanaqa yechim bor misol uchun? Tabobatda yechimlar ko'p. Masalan, tabobatning kuchi siz tasavvur qila olmaydigan darajada-da. Nafaqat siz, o'zi hamma umumiy aytganda tabobat juda kuchli. Chunki insonni tabobatda har bitta kasallikka har bitta kasallik kelib chiqish sababiga qarab urg'u beriladi. Umumiy yondashiladi. Organizmga o'sha kasallikka qarshi kurash uchun immunitet hosil qilish birinchi o'rinda biz yondashamiz. Ya'ni shuning uchun tabobatda masalan dorilar vaqtincha to'xtatib turadi. Men endi bu gapim bilan dorilarni yomon demoqchi emasman. Dori ham kerak paytda kerak, qanaqadir vaqtincha og'riqlarni qoldirib turadi. Lekin tabobatda giyohlar sizni har bitta kasallikni ichdan davolab, sekinlik bilan lekin davolab beradi. Ya'ni siz demoqchisizki, giyohlar bilan individual davolamoqchi bo'lsangiz, ya'ni u o'sha sahrni kelib chiqish sabablarini aniqlab, ya'ni atrofdagi organlarga ta'sir ko'rsatib, keyin sahrni davolaysiz. Sahr davolaymiz. Men sahr bo'yicha bemorlarimga aralashma tayyorlab beraman.
unda ham o'sha aralashmamda ham umumiy kelib chiqish sabablari, organlarini kompleks yondashib, o'sha aralashmamni tayyorlaganman. Ya'ni baribir siz tabobat bilan davolaganingiz bilan ham tibbiyotdan ham baribir bilimingiz Ha, bor, man- ya'ni tekshirtirasiz, holatiga qarab yo'naltirasiz. Kuzatgan bo'lsangiz Instagramimni, men omon dasturiga ham chiqqanmiz. O'zim ham yozaman Instagramni. Bizada tibbiyot bilan tabobat har doim birgalikda olib boriladi. Men o'zimda ham doktorlar bor, har bitta yo'nalish bo'yicha ular bilan maslahatlashib, birgalikda o'tirib, birgalikda izlanib, har bitta tayyorlagan giyohimni, aralashmamni ko'rib chiqamiz tibbiyot tomonidan ham. Insonlar mijozlardan kelib chiqib, masalan, davleniyasi bor insonlar bor. Hamma narsani hisobga olib, tibbiyot bilan tabobat birlashtirib, giyohlarimni har bitta kasallikka shunaqa qilib yarataman. Tabobatda davosi yo'q, kasallikni o'zi yo'q-da. Agar bilsangiz men buni ko'p aytaman. Tabobatning kuchi shunchalik kuchliki, hatto men ko'rdim, qurigan buyraklar tiklangandi. Masalan, qurib qolgan jigarlar qayta tiklanib, oyoqqa turib ketdi. Tanada oqarishlar, psoriaz kabi kasalliklar bor, uni davolab bo'lmaydi deydi. Shular ham tuzaldi. Yurolmaydiganlar yurib ketdi. Suyak yemirishlari, har qanaqasi, даже saraton, jiddiy kasalliklarni ham tabobatda davolanganini men shu momalarimdan ham ko'rib keldim. O'zim tajribamda ham kuzatib ko'rib kelyapman. Demak, sahrni tabobatda 100% davolash mumkin, shunaqami? Albatta, men ko'p aytaman Bobur aka bu narsani. Nafaqat sahrda, tabobatda har qanday kasallikni davolash mumkin. Men davolab beraman va davolab kelyapman ham har bitta kasallikni. Yo sahrda davolab bo'lmaydi, yo'q. Tabobatda men, masalan, tabib bo'ladigan bo'lsam, har bitta kasallikni davolab bera olaman. Bu tabobatda giyohlar dori emasda, vaqtincha dorilar, masalan, vaqtincha to'xtatib turadi. Og'riqlarni qanaqadir vaqtincha ta'sir ko'rsatadi. Lekin tabobatdagi har bitta giyohlar sekinlik bilan ta'sir ko'rsatadi, lekin har bitta kasallikni davolab beradi. Sahrga men ichki organizmni chuqur yondashib, oshqozon, o't, jigar umumiy qilib lecheniya qilaman. Shuning uchun ham davolab bera olaman deb ayta olaman. Bir joyda o'qigandim, 10 yil doktorga qatnab, lecheniya qilib, davo topmagan, shaxt tabobatida bitta insonga yuzlangan bir bemor inson bitta giyoh bilan o'sha 10 yillik kasalligini davolagan ekan. Shunaqa, bunaqa narsalar tajribamda rosa ko'p bo'lgan. Menda ham shunaqa negativ Instagramda qo'yib boramiz, bilasiz, negativchilar ham bo'ladi. Yog'i bo'lishi mumkin emas. Qurigan olmani tiklab bo'ladimi? Qurigan, so'ligan pomidor tiklab bo'ladimi? Qanday buyrak? Qurigan buyrak tiklaysan, bunaqa deb yozishadi. O'ylab qara, odamlar shunchalik endi xafa bo'lib qolasiz-da. Bular realniy natija, tabobat shunaqa kuchga ega. Hamma kasallik davolasa bo'ladi, davolab bera olamiz. Tibbiyot davosini topmagan kasalliklarni ham endi tan olish kerak, tabobatda davosi bor. Oldingi zamonda nima uchun doktorlar bo'lmagan, aptekalar bo'lmagan, hech qanaqa operatsiya qilishga sharoit bo'lmagan qadimda, lekin hamma sog'lom bo'lgan. Nimani hisobiga? Tabiatda o'sha giyohlarni bizda yoshligimizdan ko'rib katta bo'lganmiz. O'rik sharbat ichishganni, masalan, o'riklarni, qo'qqillardan sharbatlar, masalan, moy chechaklarni ishlatishganni, hamma surtmali ham tabiiy bo'lardi, ichilayotgan damlamalar ham tabiiy. Momalarimiz ham kasal bo'lmagan, doktorga aptekalar bo'lmagan, bilasizmi? Butun boshli qishloqlarda apteka bo'lmasdi, doktorlar bo'lmasdi. Даже uylarga tug'ruq jarayonlari uylarga ketgan, har yili tug'ruq jarayonlari o'tgan. Kasal bo'lmagan. Men o'zimning momam bor, 80 ga kiryaptilar. Juda sog'lomlar. Даже masalan 25-30 yoshli qizlardan sog'lomlar. Lekin haligacha bitta dori ichmaydilar, bitta ukol olmaydilar. Bir sakrab turadilar. Bir sakrab hamma ishlarni, даже kirlar ham qo'lda yuvadilar. Harakat ko'p, qon aylanishi yaxshi. Faqat tabiiy narsalarni iste'mol qiladilar. Ovqatlanish ratsioni yaxshi, shuning uchun ham sog'lomlar. Zo'r. O'zi organizm o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega-ku. Shunaqa, shuni hisob. Men o'ylayman, o'sha ichayotgan ayrim dorilarimiz o'sha ko'p
iste'mol qilinishi natijasida shu organizm o'zini o'zi tiklashi ham hozir ko'pchilikda buzilib yo'qolib ketganda unutib qo'yadi organizm o'zini. Faqat doriga, ximikatga o'rganib qoladida, organizm o'zi esdan chiqarib qo'yadi o'zini o'zi tiklash kerakligini, harakat qilish kerakligini. Shuni hisobiga bo'ldi, organizm o'tirib qoladi. Lekin biza o'shani harakat qolmaydi. Shuni giyohlar bilan organizmni, insonni yaratilishi tabiatga bog'liq. Shuning uchun tabiatdagi giyohlar organizmga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Biz umuman kasal odam emas, sog'lom odam ham har doim giyohlarni iste'mol qilib yurish kerak. Xo'p, o'zi bu suhbat qilishimizdan maqsad sahr kasalligiga yo'naltirilgan edi. Xo'p, endi tomoshabinlarimizga, tomoshabin demaylik, podpiskiklaringizga baribir qiziq. Kecha bitta narx qo'ygan ekansiz. Sahr bo'yicha o'tib ko'rib qoldim. Shunaqa. 3 oydan beri davolanib. Demak, murojaatlar ko'payib ketyapti. Chunki Instagramingizni ko'p kuzatib turaman. Qanaqa yangilik? Boya gaplashib qoldik shu bo'yicha. Baribir odamlarga qiziq. Nima yangiligingiz bor? O'zi Bobur aka aytib o'tsam, sahr bu kasallik emas, yangicha sog'lom turmush tarziga amal qilish, yangicha hayot tarzi kechirish. Buni odamlar kasallik deb qabul qilib, har bitta kasallikka birinchi o'rinda stress sabab bo'ladi. Biza miyamizni o'sha yo'q men sog'lomman, bu men kasallik emas, bu sog'lom turmush tarziga o'tishim deb qarash kerak. Ya'ni psixologiyani birinchi navbatda to'g'irlash kerak. Psixologiyani to'g'irlab olishimiz kerak. Hamma narsa shunga, kayfiyatga shunga bog'liq. Qadimda tabobatda tabiblar musiqa bilan, toza havo bilan ham juda ko'p kasalliklarni davolashgan. Ko'p kasalliklar shundan. Sog'lom turmush tarzi deb qarash kerak. Sahr kasalligiga to'g'ri yondashishimiz kerak. Endi u sahr otislar keladigan bo'lsak, siz aytgandek tibbiyot bilan tabobatni birlashtirib bir necha yildan beri o'sha sahr kasallik, chunki o'zimning yaqinlarimda bor, shuni sinab ko'rib qiynalishayotganini, sahr kasalligiga uchragan odamlar juda ko'p aldangan odamlarda. Ular hamma narsani ichib, hamma narsani sinab ko'rishgan. Ularni men masalan hozir aytsam davolab beraman, menga reklama kerak emas, menga natija kerak. 100% natijaga ishlashim kerak. Shuning uchun men kutdim. O'sha bir necha yillar davomida izlangan, tayyorlagan giyohlarimni ham yaqinlarimda, bizada anchadan beri davolanib kelayotgan bemorlarim bor. Men avloddan avlodga o'tib kelib, mo'malarini davolagan, bilganlar bor. Men ularga berdim. O'zlaringiz mana otisiflarini ko'rib turibsizlar. Har xil tarzda sinab ko'rdim. Qaysidir bemorlar o'sha sahr dorilarimni, o'sha giyohlarimni parhez qilmasdan ichib ko'rishdi. Qaysidirlari esiga tushgan payt ichib ko'rishdi. Xuddi esiga tushib qolgan payt ichsa qanaqa bo'ladi natija? Kimdir intizom bilan, tartib bilan iste'mol qildi, lekin hammasi natija u masalan intizom, tartib bilan ichganda tezroq. Lekin masalan parhez qilmasdan esiga tushgan payt ichganlarga ham natija bor. 2 oy, 3 oyga cho'zilgani bilan, lekin 100% natija. Men o'zim eshitib ham rosa xursand bo'ldim. Shirinli ham yeyishgan, gazli ichimliklar ham ichishgan, masalan, faqat sog'lom ovqatlanib, dietada parhez yurishmagan, lekin natijasi 100%. Sog'lom odamdan zo'r chiqyapti. Analiz natijalari ham, o'zlarining his holatini, ular chunki menga kelishganda juda bir ahvoli og'ir, psixologik jihatdan ham so'nib qolgan, chunki ko'p dorilarni iste'mol qilgan, ko'p narsani o'zi sinab ko'rgan, foyda ko'rmagan. Lekin hozir ular shu meni mahsulotdan keyin xursand, hayotga boshqacha ko'z bilan qaray boshlashgan. Demak, men ham yashasam bo'lar ekan. Demak, men ham sog'lom odamlardek o'zini kamtik his qilmaydi-da. Menga bu mumkin emas, yo men buni icha olmayman, men buni yeya olmayman degan narsa yo'q. Ya'ni shu sahrga chalingan odam men ham ko'p eshitganman, ko'rganman. Hozir Bobur aka yosh bolalarda ham ko'pda. Sahr yosh tanlamay qoldi. Yosh bolachalar ham bor. Men statistikada ko'rib qoldim, o'qib qoldim. Bugungi kunda 2025-yilgacha bo'lgan statistikadan olib qaraydigan bo'lsak, 600 milliondan oshiq odam sahr bilan yashar ekan. Bundan 180 millioni 18 yoshdan 44 yoshgacha ekan. Shunaqa. 45 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan insonlar 250 million ekan. 250 million atrofida ekan. 65 dan yuqorilar bo'lsa 100 milliondan ortiq ekan. Ya'ni bu degani o'zi hayotda o'sha ikkinchi shakliga aylanib ulgurdi. Shunaqa. To'g'ri qabul qilish kerak, ya'ni siz aytganingizdek.
sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak, kerak. qo'ldan kelgancha sport bilan shug'ullanish kerak, harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak. И tabib qizi giyohlarni iste'mol qilish Iste'mol kerak. qilish kerak. Yaxshi. Albatta, обязательно ratsionga qo'shish kerak giyohlarni. Baribir ichimda qizdirdingiz. Yangiligingizni qachon aytmoqchisiz? Bu ya'ni Yangiligim qanaqa bo'ldi bu jarayon? Yangilik qanchalik muddat vaqtingizni oldi? 2 yildan oshiq bo'ldi bunga kirishganimga. O'zimni yaqinlarimda borligi menga turtki bo'ldi. O'zim ham oldindan ham ishlatganman. Masalan, 1-2 ta giyohlarni yo 3 ta 4 ta giyohlarni jamlab, sahrda aralashma damlamalar tayyorlab berganmiz. Zo'r natija olishgan. Qayta olib ketishgan, ichishgan. Lekin men o'yladim, to'xta, sahrda erkaklarda prostatit muammo, ayollarda gormonalniy buzilish, bo'g'im og'riqlari, ko'z qaraqlashish, holsizlik, charchash, hamma jarayon o'rganib chiqib, tibbiyot tomonidan ham ustozlarimiz bor. Maslahatlar olib, o'qishdagilardan, hammadan, doktorlardan birgalikda o'tirib, ko'p giyohlarni o'rganib chiqdim. Ya'ni Juda ko'p tabobat bilan tibbiyotni tibbiyotni birlashtirib, bu yengillikka qo'l izlanib, urgansiz. ha, laboratoriya jihatdan o'rganib chiqib, har bitta moddalarni 30 xil giyohni jamlab, 30 xil. ha, sahr kasalligiga Hindistondan kelganlari ham bor, chetdan kelganlari ham bor. Giyohlarni 30 xil giyohni jamlab, sahr kasalligiga davo topdim. Zo'r. Bu juda Hoy. katta yangilik men uchun. Xudo xohlasa men to'xtab qolish niyatim yo'q. Tabobatni rivojlantirmoqchiman. Prezidentimizdan orden olish niyatim Zo'r. bor. Tabib Молодец. qiz deb. Nima uchun doktorlar olyaptiki, professor darajasida. Men ham shu eng oliy tabiba ayol darajasiga ko'tarilmoqchiman. Shuni ustiga mehnat qilyapman. Meni bu tabib qizni olib chiqishimdan oldindan boshlangan. Ha, demak tabib qiz proyektidan oldin bu narsaga qo'l urgansiz. Ha, Instagramga chiqish niyatim yo'q edi. Masalan, tabiblik men ancha yildan beri shug'ullansam, keyin shu turtki bo'ldi. Qarayapman, ximika, dorilar. Men o'zimning ham hayotimda rosa ko'p bo'lgan. Bolalarimda har xil doktorlarga borib, aziyat chekib qolib, firma dorilari juda ko'p. Men aytdim, to'xta, nima uchun tabobatni biz ham uyda foydalanganman. Asta-asta insonlar ham bilsin, tabiat qanchalik mo'jizaligini. O'sha tabobatni umuman kitoblarini, Ibn Sino bobomiz ishlarini davom ettiraylik. Zamonaviy tabibalar ham chiqsin degan maqsadga Instagram boshlaganman. Uncha ko'p bo'lmadi. Lekin bu sahr kasalligiga bir necha yillardan beri ish olib borib, izlanib, sinab, oxiri sinovlardan o'tgandan keyin xalqqa tavsiya qilib chiqaman. Zo'r. O'zi mana o'qib qoldim. Ko'rsatsak bo'ladi mana. Uzoq Nomlari ham muddatli ajoyib. professor va olimlarning ilmiy izlanishlari natijasida insulin of yangi avlodning innovatsion fitochoy formulasi yaratildi va bu yoqda Ichishga qulay qulay bo'lishi bo'lishi. uchun kapsula holatida ishlab chiqarilgan. Yana bitta narsaga urg'u berganman. Hali bu umuman bo'lmagan narsa hech kimda. E'tibor bersangiz, bu yoqda kapsula mana bu yoqda ikkisi bor ekan. Ikkisi, biri menda ko'rdim. har bitta etap birinchi tip, ikkinchi tip, eng og'ir tip insulin olish formasiga. Insulin olib yurganlar og'ir tiplariga ham 2 pilusim bor. Har bitta tipga ko'rib chiqib, o'shanga moslab giyohlardan tayyorlangan kapsula. O'zi eshitgandim, sahr 3 ta va 4-chi tipi ham bo'ladi. Shunaqa og'ir tipi. Birinchi, ikkinchi tip, homiladorlarda uchraydigan tipi, yana men endi bilmayman. Eng Eshitganim og'ir tipi shu insulin olish darajasiga darajasi. chiqqan insonlar bo'ladi. Shunga qarab, har bitta tipga qarab, ko'plar masalan bir kishiga tushgan dori ikkinchi kishiga ta'sir qilmasligini ham hatto shunda. Masalan, birinchi tipga ham bir xil mahsulot, ikkinchi tipga ham bir xil mahsulot, uchinchi og'ir tipga ham bir xil mahsulot berilmaydi. O'zi to'g'ri kelmaydi. Har bitta tipga o'sha o'ziga alohida yondashish kerak. Demak, tez kunlarda buni xalqqa tavsiya qilib boshlaysiz, xudo Albatta, xohlasa. kuzatuvchilarim, obunachilarim, xalqim kuzatib turishsa, qo'llab-quvvatlashsa, tez orada yangilik tabib qizdan. Zo'r, gap yo'q, xursandmiz. Davo topganlar ko'payadi, xudo xohlasa, rahmatlar, eshitamiz. Bu yoqda ham nima qandli diabet uchun giyohli aralashma. Xuddi shu giyohli aralashmam bu giyoh. Shuni
Ya'ni iste'molga qulay iste'molga bo'lishi qulay uchun. ko'rinish uchun filtrli choy va kapsula ko'rinishga keltirganman. Zo'r gap yo'q. Talab Keyin men anaqa Instagramingizda ko'p izohlar keladi, qarayman. Siz o'sha reklama qilganingizdan ko'ra trendga chiqib ketdi-ku ravo urug'i. Shunga bir to'xtalib o'ting. Buyrak ravo urug'ini kasalligi aytganda bo'yicha. hech kim bilmasdi, mashhur qilib yubordim. Ha. Ravo urug'i bu oddiy bir daraxtda o'sadigan meva demni kichkina daraxtchalarda o'sadi. Tojikistondan ham keladi, o'zimizda ham yetishtiradi. Men o'zim iminni o'zim ektirtiraman. Samarqandda. Qashqadaryoda, Samarqandda, Samarqandda. o'sha Shahrisabz yo'llarida o'zimni har bir giyohlarimni yetishtiramiz. Ravo urug'ini juda bir mo'jizaviy giyohda, masalan, urug'ni ochib ko'rsam, buyrakchan shaklda chiqarilgan. Unda biza ko'p foydalanganmiz. Даже Zarafshonda ravo urug'i bilan davolaydigan klinika ham bor. Buyrak. Menda momamda ko'rganman, tajribamizda bo'lgan. Nasilkada olib kelishardi, o'zi so'nggi umidi masalan, umuman bo'ldi, doktorlar qaytargan, iloji yo'q, qurigan buyraklarni shu ravo urug'ini bir kunda 3 mahaldan holatiga qarab 8 dan 10 tagacha chaynab yedirardilar. Urug'ini damlab va po'stini damlab ichirardik. Keyin giyohlardan aralashtirib, buyrak joyi taxlab, ichirib davolardik. Qurigan buyrak o'sha tiklanib unaqa narsada o'lgan hujayralar tirilishni boshlaydi odam organizmida. Qonda o'zi buyrakka mana qon yaxshi yetib bormagani hisobiga, qon aylanishi yaxshi bo'lmagani hisobiga buyrak qurishni boshlaydi. U keyin hujayralar tiklanib buyrak tiklanishni boshlaydi. Qurigan buyrak semiradi. Tiklanishni va jonlanishni boshlaydi. Shu yurib ketishganda 2 oyda, 3 oyda oyoqlar bilan yurib ketishgan. Zo'r. Bu ravo urug'ini nimaga temasini ochdim. Esingizda bo'lsa 10 kun oldin, yo'q, 2 hafta oldin o'zimni ham onamga oluvdim. Shuni o'tsifini hozir aytmoqchiman. Kechki payt ishdan uyga borganimda onamni kayfiyatlari yaxshi, o'tirishibdi. Nima gaplar deb so'rasam, aytgancha tabib qizing bergan buyragimga bergan giyoh aralashmasi rosa maza qildim. Bir gaplashishim kerak, bir gaplashdi, rahmat aytib qo'y dedi. Qanaqa foyda ko'rdingiz desam, o'zgarish zo'r dedi. Oldin bilardim, og'rib turardi bellari, bel sohasi og'riq bo'lib turardi. O'sha og'riqlarim yo'qoldi dedi. Peshobga chiqishlarim yaxshi bo'ldi dedi. O'zimni tetik his qilyapman dedi. Umuman qanaqadir yengilman dedi. Keyin o'zimda qarasam, ozgina nima deydi? Ranglarida o'zgarish bor. Xullas, sezildi-da, o'zimga ham sezildi. Onam aytgandan keyin yana ham xursand bo'ldim. Shu keyin yana bitta o'tsif bor. Ozishga ham bergandingiz. O'zi onamga unaqa ortiqcha vaznlari yo'q. Nima qilasiz buni ichib? Bu yaxshi ozdiradigan narsa. Men chunki ko'p ko'raman, iste'molchilar bilan gaplashib ham turaman, o'zim ko'raman. Aloqaga chiqishadi, rahmat aytishadi. Bu tez ozdirib tashlaydi sizni. Nima qilasiz ichib? O'zi chiroyli holatdasiz desam, "Yo, mayli, bitta ichib ko'ring-chi. 5-6 kilogramm vazn tashiyman." Xuddi shunaqa gap aytdi. Tozalamoqchiman. Taksillarni anaqa qilib yuvadi degan ekan. Reklamangizni ko'rganda, videolaringizni ko'rgan. Bir hafta ichib qanaqadir yaxshi o'zgarish bo'libdi. Lekin hozircha faqat buyrakni ichaman dedi. Buyragim yaxshi qilsam, keyin ozaman dedi. Ko'rdingizmi, bitta organni kasallangani qanchalik, masalan, 100 dan ham kayfiyatdan ham bilinadi. Qarang, energiya oshib, shunaqa inson holsiz bo'lib qoladi. Bitta organ ishlamasa, o'zi hamma joyda kasallab, organlar ishdan chiqarib, insonni o'zi yuzidan birdan bizani har bitta mana yuzimizdan bilinadi-da. Biz birinchi kosmetologga boramiz yo yuzimiz dermatolog unaqalarga boramiz. Yo, birinchi o'rinda biz yuzimizda birdan aks etadi. Ichki organizmni davolashimiz kerak. O'shanda yuzlarimiz ham yorqinlashib, tiniqlashib. Men deyman, oshqozonda muammo bor-da, to'g'rimi? Oshqozonda muammo bor. Oshqozonga nima tavsiya qilasiz? Oshqozonchilarga ham giyohim bor. Tavsiya qilaman. O'sha har 6 oyda baribir organizmni achishini qilib turish kerak. Men siz ozg'in bo'lganingiz bilan organizmni tozalab turish kerak. Jigar, ichaklarni. Yaxshi. Ko'p savol keladi sizga. Endi bilmadim, O'zbekistonda, umuman O'zbekistondami yoki butun dunyoda shu muammomi? O'zi butun dunyoda shu muammo, ortiqcha vazn muammosi.
Ozish bo'yicha nima tadqiqotlar o'tkazdingiz? Ozish bo'yicha ham Marafon boshlayapsiz. Ha, yaqinda yangilik boshladim. Marafon. O'zgacha tayyorlanganmiz, o'zgacha yondashamiz. Ko'plarda mana ortiqcha vaznda ayollar qattiq dieta qiladi, sport bilan shug'ullanadi. Biza ayniqsa o'zbeklar uzoq vaqt dieta qilib yura olmaymiz. Chunki uzoq vaqt qozon kabob yeymiz, osh kunora yeymiz. choyxonada osh yeymiz, gazli ichimliklarni ichamiz, energetikalarni ichamiz. Ichmalari energetika. Bolalarimiz bor, har doim fitnesda yura olmaymiz. Har doim muntazam fitnes bilan shug'ullanib, sport bilan shug'ullanib, dieta unaqa bo'la olmaymiz. Mana 1-2 oy ozib olishadi. Yaxshi vazn tashlab olishadi-da, keyin uni 2 baravar semirishadi. Unaqa emas, men yondashyapman. Umumiy yondashyapman, ham gormonalniy, ham jigarda ko'pincha yog' bosadi. Jigar yog' bosgandan keyin, gormonal narshina bo'lgandan keyin siz kuni bo'yi och yursangiz ham ozmaysiz. Endi butun organizm filtratsiya tizimi bu-jigar. Ha, jigarda muammo bor degani bu siz men fitnesga yotib olasizmi, qanaqa dori ichasizmi yo kuni bo'yi och yurasizmi, ovqat yemasdan siz ozolmaysiz. Men hozir to'g'ri yondashib, ham gormonal jihatdan, ham organlarni tozalab, yondashib, ayollarimizni sog'lom, qayta semirmaydigan qilib ozdirib bermoqchiman. Yaxshi, zo'r. Zo'r marafon boshladim. Ulardan faqat intizom, hozirroq bir aytganimni qilib, aytganlarimni qilishsa bo'ldi. Men o'zim bepul, marafonim ham bepul, beradigan ularga mahsulotlarim ham bepul. Mahsulotni ham tekinga berasiz. Tekinga beraman. Eshitib olinglar. To'g'ri. Maslahatni ham, mahsulotni ham tekinga beraman. Eng katta vestakilarni tanlab olmoqchiman. Shartlarini hali e'lon qilaman E'lon degansiz. qilaman. Katta. Menga 85-90 kilolarni ozdirmayman. 100 dan balandlarni qilib qo'yaman. Chunki o'zi qarang, 100 kilogramdan umuman 90 kilogramdan yuqori odam san'at-senkasi qanchalik darajada tushib ketgan bo'ladi. Endi tasavvur qiling, 120 kilogram odam. Qarang, meni o'zimda ham bu holat bo'lgan. Tug'ruqdan keyin men ham homilador paytim tug'ruqdan keyin endi ayollarda gormonal narusheniya bo'ladi, stresslar bo'ladi. 95 kilo bo'lib ketganman. Har doim 15 kiloda yurgan insonman. Kiyimlarimga sig'madim. Magazinlarga borsam, bu razmer sizga to'g'ri kelmaydi deydi-da. Keyin har doim yoshimni katta berishgan. Rosa xafa bo'lganman. Menga shu motivatsiya bo'lganda o'zimga, keyin rasmlarga tushganimda o'zim rosa yomon ko'rganman. Xo'jayin yoniga birga rasm tushgan vaqtim. Ayniqsa shu kiyim muammosi juda katta menga motivatsiya bo'lgan. Boy sotuvchilar sizga razmer yo'q degani. Hammada shunaqa, ayollarda. Keyin harakat qilganman, 2 oyda o'zim 25 kilo vazn tashlab oldim. Keyin o'zimga yoqishni, har vazn tashlaganimni o'zimga yoqishni boshladim. Kayfiyatim ham ko'tarilib, hozir xohlagan kiyimimni magazinlarga boraman. Bu sizga katta-yo, sizning razmeringizni topib beraman desa, boshqacha xursand bo'lib ketaman. Xuddi men qatori hamma ayol shunaqa. Hamma qizlar, hozir yosh qizlarda ham bor-da. Gormonal narshinalar, semirib ketish, hamma kasallik ortiqcha vazndan kelib chiqadi-da. Masalan, zinalardan chiqsangiz, hansirashni boshlaysiz, oyoqlarga og'irlik tushadi. Oyoqlaringiz charchash boshlaydi, tizzalaringiz og'rib, suyak yemirishlar shundan kelib chiqadi. Jigarda yog' bosadi. Jigar yog' bosgandan keyin o't siqib qo'yadi. Hazm yaxshi bo'lmay o't qayriladi, tosh yig'adi. Umuman qabziyatdan keyin ko'plar operatsiya darajasiga borib qolyapti. Yuzlar umuman charchaydi, so'lg'in, dog' bosgan, donacha bosgan, so'ligan, sochlar to'kilgan, hammasi ortiqcha vazndan kelib chiqadi. Shu natijasida ham sahr o'zi. Sahr ham, sahr kasalligi bo'yicha gapirishim, sahr kasalligi ham hammasi shundan. Birinchi semirishdan, gormon o'zgarib ketgandan kelib chiqadi. Marafoningizga qatnashgan odam nima oladi? Marafonga qatnashgan odam eng muhimi marafonim tekin, maslahatim ham tekin, mahsulotlarim ham tekin beriladi. Eshitib olinglar. Marafonimga qatnashgan ayol qizlarimiz, men ozdirishim davomida umumiy yondashib, organizmdan kelib chiqib, ham gormonal jihatdan, ham har bitta organni ta'sir ko'rsatib ozdirib beraman, sog'lom va qayta semirmaydigan qilib.
Va faqat opa-singillardingiz, ayollargami faqat? Erkaklar qatnasha olmaydimi? Qatnasha oladi. Erkaklar ham qatnasha oladi. Erkaklar ham qatnasha oladi. Ko'proq ozish ayollarning orzusida. Ha. Endi erkaklar ishda Ayollar boshqa joyda shunaqa. o'ziga Erkaklarimizni biz erkaklarga ayollarimiz chiroyli bo'lishga majburmiz. Erlarimizga yoqishga harakat qilamiz har doim. Reelsingizni ko'rganman. Aha. Tovuq oshqozoni. Ya'ni u tufagiga nima yordam Toshga. bera olasiz? Mo'sh toshga har xil kasalliklar bor-ku ham. Tufagiga davolab bera olaman. Toshga ham tushirib bera olamiz operatsiyasiz. Tabobatda buni iloji bor. Qadimdan bo'lgan, hozir ham bor. Qanday? Qarang, men masalan o'tda toshini tushirish uchun ham, o'tda davolash uchun ham yana aytganimdek chuqurroq yondashaman. Birinchi o'rinda jigarga e'tiborimni qarataman, chunki jigarda yog' bosgani hisobiga o't qayriladi, keyin ichiga masalan xolesterinlarni, tuzlar. Odam tosh yemaydi-ku, bizning organizmda tosh bo'lmaydi, yog'lar, tuzlar ma'lum bir vaqt turib, qotib tosh deb o'ylaydi o'shani. Ha, u toshga aylanib ketib qoladi keyin. Kristal bo'ladi adashmasam. Birlashib, shuning uchun ularni ilojisi bor-da, eritib, parchalab tushirishdi. Men ham o'sha birinchi jigarda, men ham shu davolash usulim, birinchi jigar yog'ini eritishdan boshlaymiz. Organizmni tozalab, jigar yog'ini eritib, jigar bilan birgalikda o'tni ham davolab beraman. Uning uchun giyohli aralashmam bor, uni ichishadi. Ha, putakam bor, bilsangiz, u tovuqda oshqozoni. O'shanga ko'proq to'xtaling. Putakam bu tovuqda oshqozoni, ya'ni xonaki, uyda boqilgan tovuqda oshqozoni. Hozirda fabrikan tovuqlari ham juda ko'p. Ko'plar aldanib, shundan iste'mol qilishyapti. Tovuqda xonaki tovuqda oshqozon bo'lishi bu juda muhim. Chunki ferment tovuqlarning oshqozoni bizga yordam bera olmaydi, u natija bermaydi. Ham bir jihatda aytib o'tishim kerak, Bobur aka, tovuqda oshqozon deganda shunday tovuqda oshqozonni olib maydalab yeyish bu bizning oshqozonimizga zarar berib qo'yishi mumkin. Men даже o'sha putakamni ham bir ikkita qo'shadigan giyohlarim bor. Qo'shib tayyorlayman. Sirli giyohlarim. Oshqozonga zarar bermasligi uchun. Uni mayda shu shakarda unday qilib tayyorlaymiz. Damlamamdan damlab ichib, putakamdan yarim choy qoshiqcha, bir choy qoshiqcha och qoringa kapalab yeyiladi. Keyin ketdan suv ichib yuboradi. 1 oydan 3 oygacha bo'lgan vaqtda o'tni toshini santimetriga qarab 100% tushirib beradi. Umumiy jigar bilan o'tni davolagan holatda qayta tosh yig'maydigan qilib. Zo'r, yaxshi, qoyil. Nima deymiz endi? Nima kasallik bo'yicha gaplashsak bo'ladi yana? Ha, menimcha giyohlaringiz ko'p. Buyrak toshlarini ham tushirdik. Buyrakka to'xtaldik. Bu nima? Gijja va parazitlar ekan. Nima? Bu haqida ham to'xtaling chiqami? Gijjaga menda giyohli choy ham bor. Qiyom ko'rinishda bolalarga yeyishga qulay bo'lish uchun qiyom ko'rinishda tayyorlaganman, asalga aralashtirib. 9 dan ortiq giyohlar bor. Hammasi gijjaga, bolaning immunitetini ko'tarishga moslangan. Natijalar zo'r. O'sha bir haftada. O'zi Instagramingizga kirsa ham o'zi biladi. Shunaqa hamma otsiflarni qo'yilgani, qo'yilmagani rosa ko'p. Chunki bizda ko'p bemorlarim Instagramga qo'ymaydi deb iltimos qilishadi. Endi xafa bo'lib qolishmasin deb ularni fikrlarini inobatga olaman. Menga reklama muhim emas, menga natija muhim. O'zi har bir natija ko'rgan muhtojlik joyingiz ham yo'q. Muhtojlik joyim yo'q. Shunaqa Instagramga qo'yib, kimnidir ishontirishga, o'zi iste'mol qilgan insonlarni ketidan eshitib, yaqinlari, qarindoshlari menda shunaqa natijam gapiradi. Natijam orqasidan yana bemorlarim kelaverishadi. Gijjada 3 kunda rezultat bo'lyapti. 3 kunda. Hop, bolalarga immunitetga dedingiz, nima biz yoshimizdagilar icha olmaydimi, mumkin emasmi? O'zi gijjada oilaviy lecheniya qilish kerak. Oilaviy, bu qiyomimdan oilaviy olib iste'mol qilinadi. Mana ichsam bo'ladi. Bemalol. Chunki gijjada bitta farzandimizni davolash bilan ish bitmaydi. Umumiy yondashlarda gigiyenik qoidalarga amal qilgan holda oilaviy pastillaga, idish davolarga hamma narsaga e'tibor berib, ota-ona, bolalar, buvi, momo kim bo'lsa oilada hamma birgalikda shu 1 oy davomida birga lecheniya qilishi обязательно shart. Oilaviy iste'mol birga iste'mol qilishadi. Yaxshi. Xo'p, sizni Instagramda kuzatuvchilar
bilimingizga, ilmingizga ozgina shubha qiladiganlar ham bor. Chunki baribir negativlar ko'p-ku, bor-ku ha, negativlar. rosa ko'p. Xo'p, o'sha negativlarni hozir o'chirib qo'yish uchun mana sizga men 5 sekund muhlat beraman. Kundalik turmush tarzimizda ishlatadigan qanaqadir giyohmi, mevami, qanaqa, nima kasallikka yoki qanaqa foydali maslahat kerak bo'lsa, hozir sekundda o'ylab bitta foydali maslahat beringchi. Oddiy Ketdi vaqt. umumiy narsa bera olaman. Oddiy bir o'rik, namatak. Masalan, oddiy narsalar buni hamma 7 yoshdan 70 yoshgacha damlab ichsa bo'ladi. Umumiy qoningizni ham ko'paytiradi, davleniyani ham me'yorlashtiradi, quvvat beradi, immunitetni ko'taradi, hazmni yaxshilaydi, qabziyatni bartaraf qiladi. Butun organizm tozalab berib, qonni ham ko'paytirib beradi. Siz giyoh xizmat shu o'rik sharbatini ichib yurish kerak ekanda. Yaxshi, zo'r. Yana bittasini deyman sizni. Soch to'kilishiga nima tavsiya qilasiz? Soch to'kilishiga tavsiya qilaman sprey, qalampir munchoq, lavr bargi bor. Shularni damlab ichib yurish kerak. Ichib yursa ham bo'ladi. Ulardan sprey tayyorlab sochga sepsangiz ham bo'ladi. Sprey tayyor. Soch to'kilishimiz ham ichki organizmga bog'liqda. Ha, albatta. Ichimizda o'sha qabziyat bor odamda soch to'kiladi. Ichki oshqozon ichi hazmda muammosi borlarda soch to'kiladi. Bosh yuvganda soch to'kilsa nima qilish kerak? Bosh yuvganda soch to'kilsa, uni tashqi tomondan yondashish kerak. O'sha sprey qilib. O'sha qalampir munchoq, lavr bargi, rozamarin, koritsa bularni bitta tovoqchaga solib, suv solib, qaynatib yaxshilab, sprey tayyorlab, sochga surtib, massaj qilib, haftada 2 marta ishlatsa bo'ladi. Soch tashqi tomondan qachon biza hozir hammada urf fen ishlatamiz, har xil ximikatli shampunlar ishlatamiz. Fenni o'sha quritganimiz hisobiga ham sochlarimiz shikast yetib, to'kilish jarayonlari juda ko'p. Yigitlarda ham, qizlarda ham. Xo'p, bitta universal giyoh aytingki, muammosi bor odam o'sha giyohni shunaqa foydalansinki, yoki har xil foydalanish yo'llari bordir. Endi sizni sinayapman-da. Shunaqa giyoh ayting, yana hamma joydan topa olsin o'sha odam. Foydalanishlarini ham o'rgatib keting, nimaga foydaliklarini ham aytib keting, xo'sh? Lapuh bilan, maski bitta emas, ikkita aytaman. Lapuh bilan advanchi ikkita aytaman. Lapuh? Ming Nomi zo'r dardga davo. ekan. Lapuh ya'ni qari qiz deb ataladi. Ya, giyohchiga borganda o'sha odam nima deb so'raydi? Lapuh deb so'raydi. Aha. Agar u haqiqatan ham haqiqiy giyohchi bo'lsa, Bittada biladi. ilmi bo'lsa, bittada biladi. U qari qiz deb ataladi. Advanchik bilasiz, momaqaymoq, qoquvot. Bizda yoshligimizda rosa ko'p terib kelib, boshlarimizga qasaroq yasab, toqib olib, unda momaqaymoqdan ham, lapuhdan ham har xil kasallikka, har xil ko'rinishda foydalansak bo'ladi. Lapuhni masalan, sveji o'sgan payti bahorda sokin ichsak ham bo'ladi siqib. Ayollar kasalligi deysizmi, o'simta, saraton, juda ko'p quvvat, tabiiy immunitet deysizmi, oshqozon ichi, jigar muammolarida deysizmi, lapuhni sokin ichasizmi, ildizlarni qaynatib ichasizmi? Men masalan hamma giyohlarni ishlataman. Hamma kasallikka zo'r. Ana bitta sir ochildi. Shunaqa. Momaqaymoqqa to'xtaladigan bo'lsak, u ham tabobatda keng qo'llaniladi. Hattoki o'sha momaqaymoqni ildizi, poyasi saratonni ham davolab beradi. Momaqaymoqni ham shunday, rakda qaynatib ichaversangiz ham bo'ladi. Undan malhamlar tayyorlasangiz bo'ladi, surtmalar tayyorlasangiz bo'ladi. Momaqaymoqdan yuz uxotlarga ham zo'r. O'zi eshitdim, momaqaymoq tabiiy antibiotik vazifasini bajaradimi? Eshitgandim. Vazifasini bajaradi. Uni ichish ham mana bizda yoshligimizdan ko'rganmiz. Uyimizda har doim bo'lgan momaqaymoq erta bahorda rosa terib kelardik. Uni keyin giyohni boy quyoshda emas, soyada quritish juda muhim. Soyaga qo'yib, uni so'litib, quritib, boyagi aroqlarga, spirtlarga, bakalashkaga solib taxlab qo'yardilar mamam. Zich qilib bakalashkaga solib chiqardik-da, ustidan aroq qo'yib, og'zini mahkam bog'lab, yerto'lalarga qorong'u joylarda 40 kunlab saqlanardi. U bitta o'sha giyohni shunchalik tayyorlanish nimalari bor, jarayonlari bor. Jarayonlari bor.
hammasini quritirish jarayonlariga e'tibor berish kerak. Qancha miqdorga qo'shish. Hozir bilsangiz falsifkalarim ko'payib ketgan. Giyoh ekan, aytib chiqdi tabib qiz shuni olib ichsam bo'larkan, tayyorlasa bo'larkan deyishyapti. Lekin bitta tomoni bor. Hamma narsani hisobga olish kerak-da. Qaysi giyohga qancha qo'shsangiz bo'ladi? Bir-biriga to'g'ri keladimi? Endi zo'r ana esimga tushib ketdi. Kimdandir eshitdim, esimda yo'q. Bitta choy bor ekan. U choyni narxi 100 grammi $200 ekan. Adashmasam, men ancha bo'ldi bu gapni eshitganimga. Kimdan eshitganimni eslolmayman. Xullas, shunaqa narsa bo'lgan. O'sha inson u sotuvchidan mana shu choyingiz necha pul desa, $200 100 grammi degan. Nimaga buncha qimmat desa, uka, bu choyni 18 kirmagan qizni qo'li bilan eshitgan ekansa, 18 yoshga kirmagan qiz tergan degan ekanda. Nimaga desa, endi anaqa esimda qolmadi. 18 Shu darajada yoshga ham kirmagan elementarniy narsalar ham bor ekanda. 18 yoshga kirmagan qizda kasallik bo'lmaydi, stress bo'lmaydi, o'yin qaroq bo'ladi, o'sha qizni qo'li bilan terilgan degan narsa. Bu marketing, psixologik yondashilgan. Menda ham bor, choylar 25 xil giyohdan qo'shib tayyorlanadi. Unda hamma narsa jamlangan. U choyni ichgandan keyin asablar tinchlanadi, davleniya, qon suyi insonda qon har doim suyuq bo'lsa, qon aylanishi yaxshi bo'lsa, kasal bo'lmaysiz. Har doim sizda holsizlik ham kuzatilmaydi, ko'z xirallashi ham kuzatilmaydi. Menda ko'p bo'ladi, ko'zim xirallashgan, zirinam kam. Yo'q, u insonni zirinasi kam bo'lib chiqmaydi masalan. Borib tekshirtiradi boshqa. Uni qoni quyuq bo'ladi. Qonni quyuq hisobiga ko'z ham xiralashadi. Ya'ni qon atrofida, ko'z atrofida qon yaxshi aylanmaydi. Umuman butun tanada bosh og'riq, holsizlik, miyaga yaxshi qon aylanmaydi, kislorod yaxshi yetib bormaydi, tanaga, qo'li, organizm, butun organizmda qon quyuq bo'lgandan keyin bo'ldi o'zi kasalliklar ham kelib chiqish boshlaydi. Sizda umuman ishtiyoq bo'lmaydi. Qo'llaringiz uyushib, og'rib, o'tirsangiz turolmay, charchab, xuddi bir necha kundan beri uxlamagan odamdek yuraverasiz. Qon aylanishimiz har doim yaxshi bo'lsa, biz har doim sog'lom bo'lamiz. Organizmlarimizga ham yaxshi qon yetib borib, qon aylanishi yaxshi bo'lsa, jiddiy kasalliklar kelib chiqmaydi. Xo'p, unda qarang. Qon aylanishini yaxshilashga nima tavsiya qilasiz? Men ko'p narsa, masalan, Instagramda ham tavsiya qilganman. Masalan, giyohlar, damlamalarni, maski boya aytganimdek, eng oddiyi, eng nimasi xavfsizi, masalan, namatak, o'rik, barbaris bor. Har doim bularni ichib yurish kerak. Masalan, o'rikni hamma joydan topsak bo'ladi. U qiyin emas. Uni damlab ichish ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Namatakda ham xuddi shunaqa. Xo'p, qarang. Yana obunachilardan kelgan savollar bor. Men sizlar tomonman-ku. Hamma savollarni berishim kerak-da. Giyoh qidirib, endi siz oldingizga har doim kela olmaydi. Boshqa bo'ladi. Qayerga borsin? Qayerdan so'rasin? Sizni giyohlaringizni. Men faqat endi aralashmalarimni hech qayerdan topa olmaydi. Aytganimdek, faqat uni o'zingiz orqali beriladi. Bilimlarimga tayanib, men masalan pulga qiziqadigan inson emasman. Menga juda ko'p taklif bilan kelishadi. Bering, sotaylik, hamkorlikda ishlaylik. Daryoki giyohchilar ham keladi, ayrim bir tabiblar ham, biznes shu dorini biznes qilib olganlar ham keladi. Bering, sotaylik. Yo'q deyman har doim. Chunki sen bilmaysan kimga nima berishni. Men masalan mutaxassislarim bo'lgan bilan har bitta bemorni o'zim chiqarguncha dorilarni ko'rib chiqaman. Qayerda muammo bor? Ularga ham aytaman. Individual yondashinglar, so'ranglar. Mana oshqozonim og'riyapti chiqqan, uni nima holatlar kuzatiladi? Qanaqa bo'ladi? Yondashib beraman. Va qo'shilishlarni sizga aytganimdek, tayyorlanish o'zini sirlari bor. O'zi tabiblarda shunaqa bo'ladi deydi. Kuchli tabiblar o'tgan Abu Ali ibn Sino shunaqa o'qiganman. Odam kelsa, siyratiga, suratiga qarab bitta bilgan deydi-ku. Bizda masalan meditsina doktorlarni yomon demayman. Men o'zim ham o'sha doktor yo'nalishda o'qiyman. Hozir o'qiysiz. O'qiyman. Hali tamomlamagan. Yo'q. Lekin men yomon demoqchi emasman. Ular masalan apparat tushib keling, qon topshirib keling. To'g'rimi? Real masalan nimalardan apparatga unaqa. Yo'q, bizda tabiblar eng ustun tomoni sizni ko'zingizga, yuzingizga, rangingiz, masalan, rangingizga qarab bemalol tashxis qo'ya olamiz. To'g'ri, endi tabobatda baribir 100%
Bo'lmasa ham, lekin o'sha kuchli tabiblar bor, masalan, ko'rib biladi. Lekin hozir baribir meditsinani ham baribir olqishlash kerak. Nimaga? Shunaqa. Chunki hozir har xil kasalliklar ko'payib ketdi. Kasallik Nomlari bir-biridan qiyin. Uni Shunaqa. aniqlashga ham baribir chuqurroq analizlar topshirish kerak, boshqa qilish kerak. Shunaqa. Lekin analiz topshirmay ham davolanish. Endi bizlar tabiblar har doim oddiy yondashib kelganmiz. Biz oddiy yondashamiz. Masalan, men o'zimda ham bo'lgan, oilamda nimada borib 3 millionga analiz ham topshirganmiz, davolanganmiz ham. Ukol olish, osmalar olish, ukollar olish juda qiyin, noqulaylik tug'dirgan, lekin biz chidolmaganmiz. Yana o'sha kasallik qaytargan. Yana nima? Lechina 10 kun, bir hafta, 15 kun lechina olasiz, yana qayta borib analiz topshirishingiz kerak. Ya'ni holatingiz qanaqa? Ha, qanaqa nima? Yana borib 2-3 millionga analiz topshirasizmi? Meditsinani yaxshi ko'ramiz, ona qilamiz, gapiramiz, Yo'q, har tosh otish xil- niyatimiz yo'q, yo'q. no lekin mana shunaqa Qo'shtirnoq gaplarni ichida, ha, baribir har bir sohada emas, tabiblar ham mashiniklar bor. Masalan, meni giyohlarim hozir mashinik tabiblar, tabib qiz profillar Nechta va joylar bittasi sotyapti. Ular sotyapti. mashiniklari ham bor. Doktorlar ham zo'r ishlaydiganlari bor. Haqiqiy kasbini fidokori. Men ko'plarni bilaman, ustozim qabul qilaman. Zo'r. Men masalan negativchilar yozadi-ku, ularning orasida qarasangiz tabiblari ham ko'pi tabiblar, doktorlar. Davolab bera olmaysan, qilib bera olmaysan. Yo'q, qilsa bo'ladi. Endi har bir ishda masalan ishini ustasi ham bor. Hamma yo'nalishda. Hamma yo'nalishda. Xo'p, yaxshi suhbat bo'ldi. Endi yana bitta ikkita obunachlardan kelgan savollar bor. Tabib qizi shaxsiy hayoti haqida ko'pchilik qiziqyapti. Shaxsiy hayot, ya'ni o'zingiz haqingizda, ya'ni Sarvinoz kim? Qayerda tug'ilgan? Qachon Toshkentga keldi? Bu faoliyatni qachon boshladi? Qisqa, aniqroq qilib, ya'ni shaxsiy oilangiz, turmush o'rtoqlaringiz, farzandlaringiz haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz, ma'lumot o'rnida yaxshi Ko'plar bo'ladi. yozadi. Haqiqatan ham har xil bu borada turmush o'rtog'imlar ozgina kelishmovchilik ham bo'lgan. Men aytishim kerak bo'lgan muhim nimalardan, men oilaliman. Farzandlarim bor. Toshkentga shu turmushga chiqqandan keyin ko'chib kelganmiz. Xo'jayinimning ishlari bo'yicha. Men o'zi konditerskiy soha bilan shug'ullanganman. Aksariyat menda tabiblik momalarimdan o'tib kelgan. Bizda momamni onalari, ayamni shunaqa Ya'ni oilaviy tabiblar bo'lgan. Ulardan bir qancha yoshligimdan shu narsalarni ko'rib katta bo'lganman. Biz uyda faqat tabiiy narsalardan foydalanganmiz. Har bitta bolalarda ham, o'zimizda ham tabiiy narsalardan foydalanganmiz. Mani qaynatam giyohchilik qishlog'idan tabiblar. Men tabiblar oilasiga kelin bo'lganman. Ular ham 28 yil, 30 yildan beri tabobat bilan shug'ullanib keladilar. Giyohlar bilan, tabobat bilan shug'ullanib kelganlari uchun ular hozir ham shu ish bilan shug'ullanadilar. Men ham shu sohaga keyin baribir shu momoyizni yo'lini davom ettirish uchun qo'shildingiz. Ha, mana sag'irlar uchun o'zim ozish jarayonida bo'ldim. Ko'proq sog'lom ovqatlanishga urg'u berdim. Balki parhezli, shirinliklarni o'rgandim. Shakarsiz, margarinsiz, xamir, glutensiz xamir ovqatlarni o'rganib, ya'ni umuman o'zi tabiblikdan, giyohlardan tashqari ratsionimizga faqat sog'lom ovqatlar, sog'lom shirinliklar, sog'lom narsalarni olib kirib to'xtatdim. Shuncha bilimim bor. Doktorlardan aytib chekdim. Men masalan shu narsalar yig'ilib kelib baribir tabiblikni olib chiqishga tabiblikni boshladingiz. Shunaqa narsalar bo'lgan. Doktorlik, meditsinaga qiziqib, shu meditsinaga o'qishga topshirib nima qilganman? Nechinchi kursiz hozir? Hozir 2-kursman. Qo'yaman. Farzandlaringiz nechta? Farzandlarim 2ta. Xullas, suhbatimizni mana shu joyda yakuniga yetkazamiz. Bu videolarimiz chiqqandan keyin ko'rib turgan bo'lsangiz, qanaqadir savolinglar bo'lsa, izohlarda yozinglar, direktga murojaat qilinglar. Har qanday savolga xudo xolasa qo'ldan kelgancha tabib qizimiz bilan javob beramiz. Nima deysiz? Podpischiklarimga kuzatishda davom etinglar deyman, qo'llab-quvvatlab tursanglar. Hali menda juda yangiliklar ko'p. Sizlar bilan birga ko'p natijalarga erishamiz. O'zlaringizni asranglar, salomat bo'linglar.